Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng ko'p chalkashlik tug'diradigan asosiy qoida haqida juda aniq gapirib beraman. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Ota-onangizga, bobo-buvingizga, turmush o'rtog'ingizga yoki ertaga o'zingizga. Birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam pensiyasini kam olishi, imtiyozdan foydalana olmasligi yoki ortiqcha to'lov deb qarzga kirib qolishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda murakkab hujjatlar tilini oddiy odam tushunadigan qilib tushuntiraman. Avvalo asosiy muammoni aytaman. Ko'pchilik 60 yoshdan keyin men pensionerman, endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim ma'lumotlarni yangilash, ayrim hujjatlarni saqlash, ba'zi hollarda ariza berish, ba'zi vaziyatlarda esa pensiya jamg'armasiga xabar qilish kerak bo'ladi. Eng katta chalkashlik mana shu joyda. Odamlar davlat o'zi biladi. Hamma narsa bazada bor. Men bir marta pensiyaga chiqqanman, boshqa ish qilmayman deb yuradi. Natijada kimdir kamroq pensiya oladi, kimdir qayta hisoblashni o'tkazib yuboradi, kimdir ishlayotganini noto'g'ri rasmiylashtiradi, kimdir esa nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyozga haqli bo'lsa ham undan foydalanmaydi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, ish haqida spravka, bolalar soni, harbiy xizmat, nogironlik, boquvchisini yo'qotish kabi holatlar bo'yicha alohida qog'ozlar talab qilinar edi. Odamlar idorama-idora yurardi. Bir joyda muhr noto'g'ri bo'lsa, boshqa joyda familiya bir harf boshqacha yozilgan bo'lsa, ish staji tan olinmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi, lekin bu hammasi to'g'ri degani emas. Elektron bazaga ham eski yillardagi ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi ish joylari, kolxoz, sovxoz, kichik korxona, tugatilgan tashkilotlar, yakka tartibdagi faoliyat davrlari bo'yicha xatolar ko'p uchraydi. Endi eng muhim asosiy qoidadan tushuntiraman. Pensionerning huquqi faqat pensiya tayinlangan kun bilan tugamaydi. Agar sizda pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan yangi yoki ilgari hisobga olinmagan holat paydo bo'lsa, uni tasdiqlab ariza berishingiz kerak. Bu yerda asosiy so'z ariza. Ko'p hollarda qayta hisoblash, qo'shcha hujjatni qo'shish, imtiyozni ramiylashtirish odamning o'zi murojaat qilgandan keyin boshlanadi. Menga avtomatik qo'shib berishlari kerak edi degan gap amalda har doim ham ishlamaydi. Shuning uchun men har bir 60 yoshdan oshgan inson va uning farzandlariga bir narsani aytaman. Pensiya bo'yicha hujjatlaringizni tekshirmasdan xotirjam bo'lmang. Kimlar albatta xavotir olish kerak. Birinchi navbatda mehnat staji ko'p, lekin pensiyasi kutilgandan kam chiqqan odamlar. Masalan, inson 35 yil ishlagan, ammo pensiya miqdori 25 yil ishlagan, qo'shnisiniki bilan deyarli bir xil. Bu holatda demak shunaqa ekan deb qo'l siltash noto'g'ri. Sabablar har xil bo'lishi mumkin. Ayrim ish yillari stajga kirmagan, ish haqi ma'lumotlari bazada yo'q. Korxona badallarini to'lamagan, hujjatda ism-sharif xato, mehnat daftarchasida buyruq raqami ko'rsatilmagan yoki arxiv tasdig'i olinmagan. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 1994 yildan 1992 yilgacha bir zavodda ishlagan, lekin zavod tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo murxira, pensiya hisobida bu davr to'liq olinmagan. Arxivdan tasdiq topilgandan keyin staj qo'shiladi va pensiya qayta ko'riladi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotganlar. Juda ko'p odam men ishlasam pensiyam kesiladi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Qonunchilikdagi aniq tartibga qarab, ishlovchi pensioner pensiyasini olishda davom etishi mumkin. Ayrim kasb va holatlar cheklovlar yoki alohida hisoblash tartibi bo'lishi mumkin. Eng muhimi ish rasmiy bo'lishi. Daromadlar to'g'ri ko'rsatilishi va zarur bo'lsa, ma'lumotlar tegishli idoralarga yetib borishi kerak. Masalan, 62 yoshli otaxon qorovul bo'lib rasmiy ishga kirdi. U pensiyamdan ayrilaman deb qo'rqib, mehnat shartnomasini rasmiylashtirmadi. Natijada u ikki tomondan yutqazadi. Birinchidan, mehnat huquqlari himoyasiz qoladi. Ikkinchidan, keyinchalik qayta hisoblash yoki ish davrini tasdiqlash kerak bo'lsa, hujjat bo'lmaydi. Rasmiy ishlash ko'pincha odamni himoya qiladi. Norasmiy ishlash esa kelajakda muammo tug'diradi. Uchinchi toifa hujjatlarida farq bor odamlar. Pasportda ism Muhammadjon, mehnat daftarchasida Mamatjon. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bir hujjatda 12 yilmay
boshqasida ilm-ilman yozilgan bo'lsa, bular mayda xato emas. Pensiya masalasida bir harf ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Chunki idora hujjatni tekshirayotganda bu bitta odam ekanini qanday bilamiz degan savol beradi. Agar vaqtida aniqlik kiritilmasa, staj yoki ish haqi hisobga olinmasligi mumkin. Bunday vaziyatda fadaiy ma'lumotlari nikoh guvohnomasi, ism familiya o'zgargani haqidagi hujjat, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Endi kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi, agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz. Barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish staji bo'yicha nizoli davr bo'lmasa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa va miqdor kutganingizga mos bo'lsa, unda har oy idoraga yugurishingiz shart emas. Lekin baribir pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari, bank kartasi shartnomalari va shaxsiy hujjatlarni tartibli papkada saqlash kerak. Chunki bugun kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin ertaga qayta hisoblash meros boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy to'lov masalasida zarur bo'lib qoladi. Endi real hayotdan bir nechta misol orqali tushuntiraman. Birinchi misol, 61 yoshli ayol 28 yil maktabda ishlagan, keyin 5 yil uyda nevaralarga qaragan. U pensiyasi kam chiqqandan norozi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, maktabdagi ish davrini 3 yil buyruq bilan tasdiqlangan. Lekin elektron bazaga tushmagan. Maktab arxivida eski tabel va ishga qabul qilish buyrug'i topiladi. Shu hujjatlar bilan murojaat qilinsa, staj qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy saboq. Men ishlaganman-ku degan og'zaki gap yetarli emas, hujjat kerak. Ikkinchi misol, 65 yoshli erkak pensiyaga chiqqandan keyin yana 4 yil rasmiy ishlagan. U ishlaganim pensiyamga qo'shiladimi deb so'raydi. Bu savolda javob holatga bog'liq. U qayerda ishlagan? Badallar qanday yuritilgan? Qonunda qayta hisoblash tartibi qanday belgilangan? Ariza kerakmi? Muddat bormi? Lekin bir narsa aniq, agar u rasmiy ishlagan bo'lsa, ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Agar norasmiy ishlagan bo'lsa, og'zaki guvohlik bilan buni pensiyaga qo'shish juda qiyin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya yoshida ham ishlasangiz, shartnoma, ish haqi varaqasi, bank tushumlari, buyruq nusxasini saqlang. Uchinchi misol, 70 yoshli onaxon Kamol Tanol to'lov bo'yicha imtiyoz eshitgan, lekin menga hech kim bermadi deydi. Bu yerda muammo shundaki, ko'p imtiyozlar shaxsning maqomiga bog'liq. Oddiy yoshga doir pensionermi, yolg'iz yashovchi pensionermi, nogironligi bormi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi bormi, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidami, uy-joy kimning nomida, hisoblagich kimga rasmiylashtirilgan. Bitta pensionerman degan maqom hamma imtiyozni avtomatik o'chib bermaydi. Shuning uchun imtiyoz masalasida mahalla, tuman ijtimoiy xizmat organlari, kommunal tashkilotlar yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali aniq tekshirish kerak. 4-misol, pensioner chet elga farzandinikiga 6 oyga ketdi. U pensiyam kelaveradimi deb o'ylaydi. Bu juda nozik masala. Doimiy yashash joyi, bank kartasi, identifikatsiya, hayotlikni tasdiqlash, manzil ma'lumotlari kabi masalalar ayrim hollarda to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar uzoq muddat chet elda bo'lish rejangiz bo'lsa, oldindan pensiya jamg'armasidan tartibni so'rang. Chunki keyin karta bloklanishi, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta tiklash uchun hujjat talab qilinishi mumkin. Eng yomoni, odam qaytib kelgach, nega pensiyam tushmadi deb shoshilib qoladi. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik sezmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zi pensionerlar agar davlat pul o'tkazgan bo'lsa, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar to'lov noto'g'ri ma'lumot, xabar berilmagan, holat yoki texnik xato sabab ortiqcha to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin odam qayta ko'rikdan o'tmagan. Yoki bo'g'uvchisining yo'qganlik pensiyasini olayotgan, shaxs o'qishni tugatgan, lekin bu haqda xabar berilmagan. Yoki pensioner vafot etgan, lekin yaqinlari kartadan pul yechishda davom etgan. Bunday holatlar keyinchalik juda og'ir huquqiy muammo keltirishi mumkin. Shuning uchun pensioner yoki oila a'zolari to'lovga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmasligi kerak. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma. 60 yoshdan oshgan odamning o'zi bankka bora olmasa, farzandi yoki qarindosh pensiyani olib berishi mumkin. Lekin buning uchun qonuniy ishonchnoma kerak bo'ladi. Oddiy bu mening o'g'lim degan gap bank uchun yetarli emas. Ishonchnoma notarius orqali yoki amaldagi tartib bo'yicha rasmiylashtiriladi. Bu ayniqsa yotib qolgan, harakatlana olmaydigan, uzoq qishloqda yashaydigan pensionerlar uchun muhim.
Lekin men bu yerda ehtiyotkorlikni ham aytaman. Ishonchnoma berayotganda kimga qancha muddatga qaysi harakatlar uchun vakolat berayotganingizni tushunib oling. Pensiya kartangiz, PIN-kod, telefon raqamingiz va SMS xabarlaringizni begona odamga bermang. 3-nozik masala. Bank kartasi va firibgarlik. Hozir pensionerlar orasida telefon orqali aldash holatlari ko'paygan. Kimdir o'zini bank xodimi deb tanishtiradi. Kimdir pensiyangiz oshiriladi, kodni ayting deydi. Kimdir kompensatsiya chiqdi. Karta raqamini yuboring deydi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kod, karta PIN kodi, ilova paroli, pasport ma'lumotlari suratini telefondan o'tanish odamga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 4-nozik masala, pensiya miqdorining oshishi. Odamlar ko'pincha falonchi pensiyasi oshibdi, meniga nega qo'shilmadi deb so'raydi. Pensiya oshishi bir necha xil bo'ladi. Umumiy indeksatsiya, eng kam miqdor o'zgarishi. Staj yoki ish haqi qayta hisoblanishi, nogironlik yoki boshqa maqom o'zgarishi alohida ustama. Bularning har biri alohida sababga ega. Agar qo'shningizga qo'shimchacha chiqqan bo'lsa, bu sizga ham avtomatik tegishli degani emas. Lekin bu tekshirishga sabab bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning pensiya hisobingiz qanday tuzilganini so'rashga haqlisiz. 5-nozik masala, uy-joy va ro'yxatdan o'tish. Ayrim to'lovlar va ijtimoiy yordamlar yashash manzili. Oilaviy tarkib, yolg'iz yashash holati, daromad, mulk ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Pensioni bir manzilda ro'yxatda, aslida boshqa joyda yashasa yoki uyda ro'yxatda 5 kishi turib, amalda faqat bitta onaxon yashasa. Ijtimoiy yordamni rasmiylashtirishda savollar tug'iladi. Shuning uchun manzil, oilaviy tarkib, kadastr, kommunal hisoblar masalasini tartibga keltirish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi hujjat, mehnat daftarchasi, ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, harbiy xizmat hujjati. Diplom yoki o'qish davri kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qish hujjati, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi guvohnoma, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, bank rekvizitlari. Bolalar tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlarni bitta papkaga joylang. Asl nusxani alohida, nusxalarni alohida saqlang. Farzandlaringiz ham bu papka qayerda turganini bilsin. Ikkinchi qadam, pensiya hisobingizni tekshiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdori qanday ish staji va qanday ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni, hisobga olinmagan davrlar bo'lsa ko'rsatishingizni so'rayman. Bu juda oddiy, lekin kuchli arza. Chunki siz umumiy gap emas, aniq hisob kitobni so'rayapsiz. 3-qadam, stajdagi bo'sh joylarni toping. Masalan, siz 1978-yildan 1903-yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Keyin 1983-yildan 1990-yilgacha boshqa joyda. Agar pensiya hisobida 1982 yillar ko'rinmasa, bu bo'sh joy. Sababini so'rang. Korxona mavjud bo'lsa, korxonadan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivga murojaatda tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzil, bo'lim nomi, agar bilsangiz buyruq raqami va sanasini yozing. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, javob topish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam, yozma javob oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Hujjat topilmadi, sizga tegishli emas, qo'shib bo'lmaydi degan gapni eshitsangiz, muloyimlik bilan yozma javob so'rang. Yozma javobda sabab, qonuniy asos va keyingi harakat imkoniyati ko'rsatilishi kerak. Agar yozma rad javobi asosida deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Og'zaki gap bilan esa keyin hech narsani isbotlash qiyin. 5-qadam, o'zgarishlar haqida vaqtida xabar bering. Manzil o'zgarsa, bank kartasi almashsa, nogironlik guruhi muddati tugasa, ishga kirish yoki ishdan chiqish pensiyaga ta'sir qiladigan holat bo'lsa, chet elga uzoq muddat ketish rejalashtirilsa, pensioner vafot etsa, bu ma'lumotlar bo'yicha tegishli idoralarga vaqtida murojaat qiling. Bu sizni ortiqcha to'lov, qarzdorlik, to'lov to'xtashi yoki hujjat muammolaridan himoya qiladi. 6-qadam. Imtiyozlaringizni alohida tekshiring. Pensiya alohida, imtiyoz alohida masala. Mahallaga boring va oilaviy holatingiz bo'yicha qanday ijtimoiy yordamlar mavjudligini so'rang. Tuman ijtimoiy himoya organlaridan yolg'iz keksalar,
nogironligi bor shaxslar, parvarishga muhtoj pensionerlar uchun xizmatlar haqida so'rang. Kommunal tashkilotlardan aynan sizning maqomingiz bo'yicha chegirma yoki kompensatsiya bor yo'qligini aniqlang. Tibbiyot muassasasidan bepul yoki imtiyozli dori, sanatoriy yo'llanmasi, patronaj xizmati kabi imkoniyatlarni so'rang. Har bir savolni menga nima bor deb emas, mening maqomim, yoshim, sog'lig'im va yashash holatim bo'yicha qaysi xizmatlarga huquqim bor deb bering. 7-qadam farzandlar bilan ochiq gaplashing. Ko'p pensionerlar bolalarimni bezovta qilmay deb hujjatlarni yashirib yuradi. Bu yaxshi niyat, lekin ba'zan muammo keltiradi. Farzandlaringiz pensiya kartangizni nazorat qilishi shart emas, lekin asosiy hujjatlar qayerda? Qaysi bankdan pensiya olasiz? Ishonchli telefon raqamingiz qaysi? Favqulodda holatda kimga murojaat qilish kerakligini bilish kerak. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan 70 yoshdan oshgan insonlar uchun juda muhim. Men yana bir muhim gapni alohida ta'kidlayman. Har bir pensioner o'z pensiyasini tushunishga haqli. Siz men qarib qoldim, buni tushunmayman deb chetga chiqib ketmang. Agar tushunmasangiz so'rang. Agar javob noaniq bo'lsa, qayta so'rang. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli odam bilan bo'ling. Agar hujjatni o'qish qiyin bo'lsa, nusxa oling va uyda farzandlaringiz bilan ko'rib chiqing. Pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan badallaringiz va qonuniy huquqingiz bilan bog'liq mablag'. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shunday. 6 yoshdan keyin eng muhim qoida chalkashmaslik, hujjatni tekshirish va har bir o'zgarishni rasmiylashtirishdir. Pensiya tayinlandi degani hamma narsa abadiy yopildi degani emas. Hisobda xato bo'lishi mumkin, staj qo'shilmay qolishi mumkin, imtiyoz alohida ariza talab qilishi mumkin. Noto'g'ri olingan pul esa keyin qaytarilishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga solish, pensiya jamg'armasidan hisob kitobni yozma so'rash, arxiv va ish joyi ma'lumotlarini tekshirish, bank xavfsizligiga e'tibor berish va zarur o'zgarishlarni yashirmaslik. Agar siz yoki yaqinlaringiz 6000 yoshdan oshgan bo'lsa, bugunoq bitta papka tayyorlang va pensiya hujjatlarini ko'zdan kechiring. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya bo'yicha eng katta savol qaysi? Stajmi, qayta hisoblashmi, imtiyozmi yoki bank kartasi bilan bog'liq muammomi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.